oddiy tush emas. Dini hikoyasi. Ushbu film bo'lib o'tgan voqea asosida suratga olingan. Barcha voqea qanday sodir bo'lgan bo'lsa, shundayligicha taqdim etilyapti. Faqat ayrim muhim bo'lmagan detallargina tushirib qoldirilgan. Hayot xuddi sayohat singari yo'lda turli to'xtashlardan iborat. Ba'zida aylanma yo'llar ham uchrab turadi. Ba'zida to'siqlarga ham duch kelamiz. Ayrim vaqtlarda esa kutilmagan voqealar ham sodir bo'ladi. Shunday voqealardan biri meni hayotimda ham sodir bo'ldi. Men ismim Dini Vidyantiyas. Men aktrisa emasman. Men shu hikoyani haqiqiy qahramoniman. Men ish bo'yicha sayohatda edim va men chiqqan Jakarta Yogakarta poyezdi kutilmaganda to'xtadi. Kechirasiz janob. Labay xonim. Nima uchun bu yerda to'xtadik? Bilmayman, balki buzilib qolgandir. Nima gapligini bilsangiz aytarsiz? Hozir shuni bilgani ketyapman. Qaytib kelasiz-a? Shu etmay turuvdi. Biz bu yerda kun bo'yi qolib ketadiganga o'xshaymiz. Sovutgichlarim ishlamay qoladi, mana ko'rasiz. Issiqdan nafasimiz tiqilib o'lamiz. Ana hozir o'zidan havo yetishmayapti. Qayerga qarayapsiz? Bu yerdan ketish uchun nimadir qilishyaptimi axir? Tasavvur qiling. Nima? Nimani tasavvur qilay? Men shu yerda katta bo'lganman. Unda qayerda to'xtaganimizni bilar ekansiz-da. Bu yer Gambo. Gambo? Singlim meni yoga kartada kutib o'tiribdi. U yerga qachon borar ekanmiz? Konduktor ham qayergadir ketdi. o'n 15 yil avval
Teji Kurnivanning yaqinlari bormi? Kurnivan xonim sizmisiz? Ha, Taji Kurnivanning ayoliman. Janob Kurnivanni yurak xuruji tutib qoldi. Yurak xuruji? Bunday bo'lishi mumkin emas. Shifoxonamizga uni qorin og'rig'i bilan olib kelishgan. Nima Qabul bo'lganini paytida u tushunolmay ko'p qayd qoldik. qilgan. Qon Otamning bosimini sog'lig'i tekshirib yaxshi ko'rganimizda uni Lekin haddan birdan ziyod qorni ko'tarilib og'rib ketganini qoldi. aniqladik. Va Shu qayd haqida qilishni sizga boshladi. aytmoqchi bo'lgan edik. Uni kasalxonaga olib borgandan keyin bir necha soat ichida yurak xuruji tutib qoldi. U vafot etdi. Bu voqea Janob to'satdan Kurnivan yuz uchun berdi. qo'limizdan kelgan hamma narsani qildik. Lekin afsus, uni umri qisqa ekan. Bo'lishi mumkin emas. Tejo o'ldimi? Yo'q. Ishongim kelmayapti. Farzandimga nima bo'ladi endi? Mening ta'ziyamni qabul qiling. Juda afsusdaman. Bunga qanday chidayman? Endi nima qilaman? Endi nima qilaman? Hammasi yaxshi bo'ladi. Opa, hammasi yaxshi bo'ladi. Sizga aytadigan gapim bor. Tinchlan. Onamni singlisi Sundari xolam bilan ishqiy munosabatlari bor edi. Otam vafot etganlarida Sundari xolamni 8 oylik homilasi bo'lgan. Lekin bu hali hammasi emas edi. O'sha paytda onam ham homilador edi. Men nima qilishni, qayerga boshimni urishni bilmas edim. Avvallari otam men uchun qahramon edi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lekin bu voqealardan keyin u men uchun sotqinga aylandi. Silakan Pak. Bundan buyog'iga hayotimiz qanday kechishini bilmas edik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berumur 12 tahun Men 12 yoshda edim. dan sekarang 5 ta farzandni to'ng'ichi. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan ibu Onam tidak esa bekerja. yana homilador edi. Bagaimana kami bisa bertahan? Onam ishlamas edi. Biz qanday kun ko'rishni bilmas edik. untuk memaafkan dia, saya yang akan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otam vafotidan keyin Sundari xolamga qiyin bo'lgan ekan. Lekin men o'shanda bunday deb o'ylamagan edim. Otam bilan bo'lgan ishqiy munosabatlari va homiladorligi tufayli odamlar orasida sharmanda bo'lgan edi. Borar joyi bo'lmasa ham Gambongdan ketishga majbur bo'ldi. Men baribir Volandariga bir maslahat berdim. Qanaqa maslahat? To'g'risini aytsam, vaziyatni hal qilishni yagona yo'li bolani o'ldirib tashlash. Bilasizmi? Kallani ishlatib ish qilish kerak. Aytgancha eshitdingizmi? Tejoni ikkinchi jazmani ham bor ekan. Ha, Bandang tomonda yashaydigan bir tikuvchi. Atin Sinjaya, kecha uni jiyani keldi, u menga aytdi. Ho, anu taksi haydovchisiga tekkan. Tovuqlar va urushadigan xo'rozlar yaxshi narxga ketish kerak. Uni puli ko'p bo'lish kerak.
Men hali suratxonasi haqida gapirganim yo'q. Belum lagi soal studio fotonya itu. Itu. Seni akang yaxshi suratkash bo'lganini bilmagan ekanman. Akam juda qobiliyatli bo'lgan. Banyak kaliannya, banyak nih. Ayniqsa ayollar borasida. Tujja Kurnavarni qanaqaligini yaxshi bilardik. U istagan joyda istagan ayolini qo'lga kirita olardi. Ya. Sho'rlikni oilasiga endi qiyin bo'ladigan bo'ldi. Hammadan ham ko'ra Sundariga qiyin. Uni ahvoli endi ne kechadi? Dengan nasib Sundari, iya kan? Men bilaman nima bo'lishini. U sizni eshigingizni taqillatib boradi. Sizdan pul so'raydi. Yordam bering deb. Axir meni oldimga kelmaydi-yu. Iya. Saya pikir juga Ha, gapingizda jon bor. akan datang ke rumah. Albatta eshigimni taqillatib keladi. Lekin darvozani xotinim ochadigan bo'lsa, unga hech qanaqa yordam bera olmayman. Bizga yordam beradi deb o'ylagan odamlarimiz umidlarimizni puchga chiqarishdi. O'sha mahalda biz nima qilishni bilmas edik. Faqat Xudogina bizga yordam berishi mumkin edi. Bisa menolong kami. O'sha paytda siz yosh bo'lgansiz-da. Ha, Saya lekin men boshqa bu yerga qaytib kelmadim. Bor yo'g'imizni sotib, hammamiz birga Semaranga ko'chib ketdik. Ibu buka Bir amallab kun ko'rishimiz uchun onam uyimizni yonida kichkina do'kon ochdi. benar-benar sebuah perjuangan. Onam uchun hayot kurashdan iborat edi. Akhirnya ibu memutuskan menyerahkan Bir kuni onam adik ikki singlim va ukamni boqib olishlari uchun boshqa odamlarga berib yubordi. oleh orang lain. Saya juga dengar Sundari xolamni hayoti ham og'ir kechganini eshitdim. setelah O'g'li tug'ilganidan keyin u buvim bilan birga yashash uchun Sukohar joyga ko'chib kelgan ekan. 2 tahun 2 yil juda og'ir o'tdi. tahun yang sulit untuk dilalui. Bang haromi? Ha, bang haromi. Bang badbashara. Sen bilan hech kim o'ynamaydi. Yo'qol bu yerdan. Haromi. Qani, yo'qolaring bu yerdan. Nega meni bolamni haqorat qilasanlar? Hoy, siz nimaga qaramaysiz? Nimaga jim o'tiribsiz? Bolaringizga aytsangiz bo'lmaydimi? Bolaga shunaqa tarbiya berdimi? Mani bolam haromiy emas. Sizni bolangiz haromi. Hoy. Kim seni bizni shaharga kelgin dedi, a? Senga ko'zimiz uchib turgani yo'q edi. Buni aql o'rgatishini qara. Bizga bolani qanaqa tarbiya qilishni o'rgatmoqchimisan? O'zingni bilsang-chi. Duch kelgan erkakdan qorningga bola sovagansan. Men oldin erga tegib, keyin bola tuqqanman. Haromi tug'maganman. Sen hatto bolangning otasini kimligini ham bilmasang kerak. Ana, nima dedim? Bolasini otasi kimligini bilmaydi u. Yo'qolsin bu yerdan. Boshqa boradigan joyi bo'lmagani uchun Sundari xolam bilan bang mereka Sukohar joydan ketib Semaranga keldi. Onamni Sundari xolamga rahmi keldi. ibu Meni qarshi bo'lishimga qaramasdan Sundari ularga uyimizdan joy berdi. mereka. O'sha kezlari Bagi saya waktu itu muammolarimiz o'zimizga yetib ortadi deb o'ylar edim. Kirlarni yig'ib olishga yordam berasanmi? Yo'qol! Bu yerda senga nima bor? Ket dedim.
Seni ko'rgani ko'zim yo'q. Yana bitta chelakni to'ldir. Ko'p tashvish qilma. Dini unga qarab turibdi. Hoy, bu sizni kundaligingizmi? Kim sizga birovni kundaligini o'qishga ruxsat berdi? Qani bu yoqqa bering. Bering dedim. Sundari xolam kundaligimni o'qiyotganini ko'rganimda jahldan o'zimni ushlab tura olmadim. Ehtimol kundaligimda xolam va bang haqida juda qo'pol so'zlarni yozgandirman. Lekin bularning bari haqiqat edi. Har qalay, men shunday deb hisoblar edim. Men onamga ikkimizdan birimizni tanlashlarini aytdim. Sundari xolam bilan bang suvga har joyga qaytib ketishgandan so'ng men xursand bo'lishim kerak edi. Lekin xolamga bo'lgan meni nafratim onamga o'tdi. Onam turmushga chiqmoqchi ekanligini bilib qoldim. Bu ishni hech kim bilan maslahatlashmasdan qilayotganidan g'azabda edim. Meni bir savol qiynardi. 5 vaqt namoz o'qishdan nima foyda? O'zimni gunohdan tiyganimdan nima foyda? Agar baribir onamni kechira olmayotgan bo'lsam, axir baribir jannatga tusha olmayman-ku. Men axloqsizligimdan uyalmasdim. Faqat erkin bo'lishni istardim. Xohlagan ishimni qilishga intilardim. Va bu yo'lda menga hech narsa, hattoki diniy qonun-qoidalar ham to'siq bo'la olmaydi deb qaror qildim. Termasuk agama. Shuning uchun birin-ketin diniy qonun-qoidalarni buza boshladim. O'sha paytlarda yuqori sinfda o'qirdim va ko'nglim tusagan ishni qilardim. Ammo keyin shunday hodisa yuz berdiki, meni yashin urganday bo'ldi. Dugonam yerda qonga belanib to'lg'anib yotardi. Uni homilasi tushgan ekan. Do'stim esa o'g'rilik uchun qamoqqa tushdi. O'zimga o'zim savol bera boshladim. Men chindan ham shunday hayotda yashashni istaymanmi? Ha, diniy qonun-qoidalar bilan cheklangan hayot meni baxtli qila olmadi. Lekin beboshlik ketidan keladigan gunoh bilan ham yashashni istamas edim. Ramazon oyi keldi va men yana e'tiqodimga qaytdim. Diniy kitoblarni o'qishni va ibodat qilishni davom ettirdim. Qur'onni chin yurakdan o'qidim va Xudoga yaqin bo'lishni juda istayotganimni sezdim. Men chindan ham tinchlikni qo'msar edim. Men o'zimni namoz o'qishga tayyorlayotgan edim. Xudovanddan ko'p narsalarni so'ramoqchi edim. Shu kecha Xudovanddan nimaiki so'rasam, u meni tinglashiga va javob berishiga ishonchim komil edi.
Yodlab olgan oyatlarimni takrorlab namoz o'qidim. Bu so'nggi umidim edi. Men astoydil Xudovandga iltijo qilardim. Yo Alloh, men chin yurakdan iltijo qilaman. Yolvoraman. Meni buyuk istagim seni rozi qilish. Menga yo'l ko'rsat va meni qayerga boshlasang ortingdan ergashaman. Agar bugun yo'l ko'rsatmasang, keyin meni ayblama. Men tanlagan hayot tarzini ayblama. Agar o'zingni irodangni namoyon qilsang, va'da beraman. Sen istagan yo'ldan yuraman. Qayerga boshlasang, senga ergashaman. Chin so'zim. O'sha paytda ko'zni qamashtiradigan yorug'lik oldimda paydo bo'ldi. Bu yorug'lik oq libos kiygan kishi qiyofasiga kira boshladi. Uni yuzini yaxshi ko'ra olmadim, lekin uni huzuri sokinlik bag'ishladi va meni tinchlantirdi. Shunda to'satdan bu Iso ekanligini angladim. U esa menga ergash dedi. Dini, menga ergash. Men dovdirab qoldim. Chunki xayolimda Iso, men musulmonman-ku. Qanday qilib senga ergashaman? Axir seni odamlar masihiylarni xudosi deydi-ku. Allohni bilmagan kofirlarning xudosisan-ku degan fikrlar charx urardi. U yoniga borishimni kutib turdi. Shunda bexosdan ko'z yosh to'ka boshladim va nihoyat, Xudoyim, agar shu haqiqat yo'li bo'lsa, unda men senga ergashaman dedim. O'sha zahoti qalbimda avval hech qachon bo'lmagan tinchlikni his qildim. U jilmayib qo'ydi va asta-sekin g'oyib bo'ldi. Xonim, sizni xafa qilib qo'ymadimmi? Bu voqea sizga qattiq ta'sir qilgan shekilli. Avvalgi diniy o'rnida yangi diniy paydo bo'lgan edi. Chunki o'sha kuni vujudimda hammasi o'zgargan edi. Ha, tushunarli. Keyin nima bo'ldi? Men masihiylarni qidira boshladim. Qishloqda birorta ham masihiy yo'q edi. Lekin qo'shni qishloqda bir masihiy oila borligini bilar edim. Ularnikiga bordim. Birinchi bor muqaddas kitobni so'raganimda ular mendan cho'chishdi. Nihoyat menga muqaddas kitobni berishdi va men uni o'qiy boshladim. Men onamdan hamma narsani yashirib yurardim. Lekin u baribir bilib qoldi. Ertami, kechmi, onalar hammasini bilib olishadi. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Onam yig'lab, bu yo'ldan qaytishimni yolvorib iltimos qildi. Onam o'zini yomon ona bo'lganlikda ayblardi va bu ham uni aybi tufayli bo'lgan deb hisoblardi. U turmushga chiqqani uchun qizim mendan xafa, shuning uchun o'ch olyapti deb o'ylardi. Boshqa qarindoshlar nima deyishdi? Sen la'natsan. Bugundan boshlab oilamiz a'zosi emassan. Orif, darrov jahl qilasan. O'ylab ko'rish uchun unga vaqt kerak. O'ylab ko'rish uchun yetarli vaqt bo'lgan. U haddidan oshib ketdi. Bo'ldi, yetadi. Men Xudoga, agar u menga yo'l ko'rsatsa, unga ergashishga va'da berganman. Men hech kimni xafa qilmoqchi emasman. Lekin shunga qaror qilganman. Men so'z berganman va unga ergashaman. Menga quloq sol, Dini. Onang bilan biz ikkimiz qaror qildik.
sebagai orang Islam, Biz musulmonmiz. sekaligus orang Javonliklar Jawa, sifatida farzand mempunyai o'stirishda tanggung jawab dan javobgarmiz. kewajiban yang sangat berat, yaitu membesarkan Farzandning dan vazifasi mendidik esa anak-anak. ota-onasini hurmat qilib Kewajiban bo'ysunishdir. Adalah menghormati Sen o'z yo'lingni tanlagan dan bo'lsang, taat kepada orang. unda hayoting uchun ham Jika kamu masih tetap o'zing saja javobgarsan. senantiasa memilih jalan hidupmu sendiri, Gaplarimni o'qib ol. maka kamu juga harus O'zing uchun o'zing bertanggung jawab javobgarsan. untuk hidupmu sendiri. Bu gaplarning ma'nosini tushunyapsanmi? Sen hamma narsa uchun o'zing pul ishlab topishing kerak. Untuk segala sesuatu, Hamma narsa. Ovqat, maktab, yashash uchun joy, hamma narsa uchun o'zing pul topishing kerak. Diniy, maksud amakingning paman gapini eshitdingmi? berarti Bundan buyon kamu sudah tidak ota-onangdan lagi biron mempunyai narsa hak so'rashga haqqing untuk yo'q. meminta segala sesuatu pada orang tuamu. Mengerti? Endi esa narsalaring yig'ishtir-da, Sekarang, ambil bu yerdan barang-barangmu dan jo'nab qol. Chiq bu yerdan. Bilmayman qayerdan kuch keldi. Lekin uyimni tark etib, Solo degan shaharga ketdim. O'shanda yoshim 16 da edi. Berumur 16 tahun saat itu. Saya kontrak Bitta xonani ijaraga oldim va kollejga o'qishga kirdim. Men ijtimoiy sohada faoliyat yuritishni orzu qilardim. Semarangda yashagan vaqtimda birinchi kursni tugatgan edim. Shuning uchun Solodagi kollej ma'muriyati meni ikkinchi bosqichdagi talabalar bilan o'qishni davom ettirishimga ruxsat berdi. O'qishdan so'ng yarim kun ishlardim va shu pulga amallab kun kechirardim. Agar biror kor hol ro'y bersa, hamisha buvimga murojaat qilishim mumkinligini bilardim. Soloda 3 yil yashadim. Men qarindoshlardan xabar olgani tez-tez uyga kelib turardim. Maktabni tugatganimdan keyin Semarangdan ish topdim. Kemudian setelah U yerga ko'chib kelgan paytlarim ancha qiynaldim. di Semarang, kemudian Lekin vaqt o'tgan Pertama sayin sih memang sulit, hammasi izga tapi tushib ketdi. akhirnya segala sesuatunya jadi normal. Har tugul qiyinchiliklaring ortda qoldi. Qarindoshlaringni seni kechirishlari qiyin bo'lgandir. Aslida men ularni kechira olmay uzoq qiynaldim. Men masihiylarni kechirimli bo'ladi deb eshitgan edim. Ha, to'g'ri aytyapsiz. Hanya kadang-kadang jaraknya Bilasizmi? sangat jauh. Yaitu dari Mana sini bu yer kechirgani bilan sampai ke sini. mana bu yerni kechirish qiyin. Iya, kir ichkariga tinchlikmi? Yo'q, rahmat. Hammasi yaxshi. Ha, charchagan ko'rinasan. Charchashdan ham ko'ra ko'proq tashvishlaringiz bordi. Agar bu yerga ko'chib kelsak, bang-bang o'zgaradi deb o'yladim. Hozir uni ko'rsangiz tanimaysiz. Yo xonada o'yga cho'mib o'tiradi, yo ko'chada aylanib yuradi. Bu yaxshi emas. U ish topishi kerak, qizim. Ha, tushundim. Lekin nima ish qila oladi? U endigina 9-sinfda o'qiyotgan bo'lsa, savdoni uddala olmaydi, qo'lidan boshqa ish kelmaydi. Biror ish topilib qolar. Yur, senga biror yegulik beraman. Salom.
Men diniyman. Diniy? Ha, diniy. Oying uydamilar? Ha, uyda. Oyi, diniy keldi. Diniy. Xola. Ke, o'tir. Biror narsa ichasanmi, a? Iltimos, ovora bo'lmang. Bir necha kun oldin sizni onam bilan gaplashayotganingizni eshitib qolgandim. Ochig'ini aytsam, men boshqa chidolmayman. Afsusdaman. Meni kechiring, men sizlarga juda yomon munosabatda bo'lganman. Yordam berishni o'rniga hammasi yaxshi diniy. Sizlarni chiqishtirmaganman. Hozir eslasam, uyalganimdan o'zimga joy topa olmayman. Oldingizda uyatliman. Iltimos, ikkovingizga qilgan ishlarim uchun meni kechiring. Kechiring, juda afsusdaman. Hammasi joyida diniy. O'zingni bos, seni kechirdim. Men Bambangni o'zim bilan Jakartaga olib ketdim. Joylashib olganimizdan keyin bozorda oyoq kiyim bilan oldi-sotdi qilish uchun unga pul berdim. 3 oydan keyin uni ishlari yurishib ketdi. Endi u meni yordamimga muhtoj emas. U hozir qayerda? Jakartada. Uni ishlari yaxshi. Hammasi yaxshilik bilan tugaganda men doim yig'lab yuboraman. Hali tugaganicha yo'q. Keyin nima bo'ldi? Bundan-da yaxshiroq voqea yuz berdimi? Undan-da ajoyibi yuz berdi. Gambongda men kechirishim lozim bo'lgan yana bir odam bor edi. Amakingmi? Seni urgan kishimi? Agar o'sha yerda men bo'lganida seni urdirib qo'ymasdim. Yo'q, men uni allaqachon kechirganman. Men otamni nazarda tutyapman. Otang? Lekin u yoshligingda vafot etgan-ku. Shunday. Lekin u meni yuragimdagi alam, shubha, afsus nadomatlar bilan yolg'iz tashlab ketgani uchun kechira olmasdim. Shuncha yil azoblandim. Endi kechirgandirsan-a? Shunaqami? Hozirgina. Yo'lni narigi tomondagi qabristonni ko'ryapsizmi? Ha, ko'ryapman. Meni otam o'sha yerga ko'milgan. Poyezd to'xtab turgan paytda hozirgina otamga nisbatan bo'lgan barcha shubha, qayg'u, alamlarni shu yerga ko'mdim. Lekin Xudovand sevgi xudosi bo'lgani uchun meni qalbimda kimgadir nisbatan alam yoki nafrat bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Agar gunohlarimiz kechirilishini istasak, bizga qarshi gunoh qilganlarni ham kechirishimiz kerak. Sizga otam haqida so'zlab berib, men uni qanchalar yaxshi ko'rganimni angladim. U ham meni shunchalar yaxshi ko'rardi. Hayotimizda unutilmas ajoyib daqiqalar juda ko'p bo'lgan.
Men bu xotiralarni qalbimda saqlayman. Demak, Xudo poyezdni sen uchun to'xtatgan ekan-da. Men ham shunday o'yladim. Gaplaringni eshitib, ta'sirlanib ketdim. Sen Xudoni tanigan ekansan, qizim. U menga ergash degan. Avvallari har doim ham u meni qayerga boshlashini bilmas edim. Lekin men bir narsani aniq bilardim. Unga hayotimni ishonib topshirishim mumkin. Va u meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Poyezd qo'zg'aldimi? Ha, yuryapmiz. Ha, joyimizdan jildik. Ular sovutgichlarni ham o'chirishmabdi. Ha, o'chirishmadi. O'ylashimcha, hikoya shu yerda tugaydi, a? Yoki boshlanadi. Bu hikoyang yaxshilik bilan tugaydimi? Bu hikoya qanday tugashini siz menga aytib berasiz. Biz sevgan va hurmat qilgan odamlarimiz bizni hafsalamizni pir qilganda, ulardan ko'nglimiz qoladi. Ularga bo'lgan ishonchimiz yo'qoladi. Chunki biz faxrlangan odamlar bizning umidlarimizni oqlamaydilar. Qanchalar shu odamlar biz uchun qadrli bo'lsa, shunchalar bizning ko'nglimiz ranjiydi. Eng yomoni bizda faqat alam qoladi. Yosh Dini, ota-onasi, Sundari xolasi va ukasi Bambanga va hatto Xudoga nisbatan jahl qilganida o'zini haq deb hisoblagan. Keyin uning hayotida ajoyib o'zgarishlar yuz beradi. U Xudoning xohishi irodasini izlaganda Rabbimiz Isodan vahiy oladi va u qayerga yetaklasa, o'sha joyga borishga qaror qiladi. Rabbimiz Iso uning yotoqxonasida zuhur bo'lib, unga qo'lini uzatib, menga ergash deydi. Biz Isoga iymon keltirganimizda ilk qadamimizni qo'ygan bo'lamiz. Ammo din aytgandek, haqiqiy hayot bu aylanma yo'llar, burilish va to'xtashlardan iboratdir. Mana shu hayot yo'lida katta saboq olamiz. Biz Rabbimiz Isoga ishonsak, diniga o'xshab u qayerga yetaklasa, o'sha yerga boramiz va nimani so'rasa, shuni bajaramiz. Dini har xil yo'llarni tanlash mumkin edi. Ammo u Masihga ergashganidan keyin bitta yo'ldan og'ishmaslik kerakligini angladi. Bu odamlarni kechirish yo'li edi. Bu yo'ldan yurish oson emas edi. Lekin Dini Xudoning sevgisiga tayandi. Bu sevgi shunchaki insoniy sevgi emas, balki Xudoning beminnat va cheksiz sevgisi edi. Havoriy Pavlos Karim fikrlarga atalgan 1-maktubning 13-bobida shu sevgi haqida yozadi. U bu sevgini sabrli va ko'ngilchan deb aytadi. U g'azablanmas va nohaqlikka sevinmas. U har yo'lda ishonch hosil qilar va har sharoitda umid saqlar, har narsaga toqat qilar. Bu sevgi hech qachon aldamaydi. Aynan shu sevgini Dini hatto gunoh qilganida ham va undagi isyonkorlik ruhi bosh ko'targan paytda ham qidirgan. Oila a'zolari undan yuz o'girganda ham u shu sevgiga muhtoj bo'lgan. Qalbiga ozor yetkazganlarni kechirish uchun ham unga bu sevgi kerak edi. Ayniqsa otasini. Bunday sevgini sizga samoviy otamiz beradi. U sizni sevadi.
U sizni qanday bo'lsangiz, shundaylingizcha sevadi. Dini yo'l ko'rsat deb Xudoga yolvorganda Iso unga vahiy orqali ko'rinadi va o'zining ulug'vorligini namoyon etadi. Dinining qalbini esa sevgi va mehrga to'ldiradi. Xudoning rejasi shunday edi. Iso tushda yoki vahiyda ko'rinishi ham, ko'rinmasligi ham mumkin. Bu eng muhimi emas. Muhimi, Xudo sizni sevadi va u Iso Masihga iymon keltirish orqali uning farzandlari qatoridan joy olishingizni istaydi. Umringiz poyoniga yetgandan so'ng osmonda u bilan birga abadiy yashashingizni istaydi. Siz ham Dini kabi unga qalbingizni ochishga tayyormisiz? Agar Iso Masihni najotkoringiz sifatida qabul qilishni istasangiz, quyidagi so'zlarni takrorlang. Rabbim Iso, sen mening gunohlarim uchun o'lib tirilganingga men ishonaman. Seni Rabbim va najotkorim deb qabul qilaman. Mening gunohlarimni kechir. Hayotimni sening qo'llaringga topshirdim. Iso Masih nomi bilan. Amin. Iso Masihni Rabbim va najotkorim deb tan olib, siz abadiy hayotga ega bo'ldingiz. Endi siz osmondagi otamizning farzandlaridan birisiz. Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. Amin.